Hamza metroda joylashgan 3 xona 4 xona qilingan g'ishli domdagi uyimiz remontdan chiqdi. O'rtoqlar sizlar bilan bo'lishaman. Bu yoq tomonimizda zalimizda bo'ladi. Uyimizga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli tarzda chiqdi. Yaxshi tomoni mashinangiz uchun parkovkamiz ham bor. Bu yoq tomon prixoshkasi bo'ladi. Podyezddan kirishingizdan mana shunaqa chiroyli prixoshkamiz. Endi esa spalna xonaga kiramiz. Spalnaga ham ahamiyat beringlar. Hamma sharoit qilib qo'yganmiz. Bu uyni sotib olganingizdan keyin maza qilib rohatlanib dam olasiz. Bu yoq tomonda esa 3-xonamiz, ya'ni bolajonlar uchun qilib qo'ygan xonamizni ko'rdinglar. O'rtoqlar, uyimizni sveji holatda turibdi, kirasiz, maza qilib yashaysiz. Hozir esa kuxnya tomonga o'tamiz. Bu yoq tomonda aslida kuxnya bo'lgan, kuxnya hozirgi kunda balkonga olib chiqilgan holatligi. Ko'rishinglar mumkin 2 metrga 6 metrlik mana shunaqa kattakon balkonimizdan unumli foydalanib, kuxnyani olib chiqqanimiz. Qaranglar, qanaqa shiringina chiqqan. Yaxshi tomonini ko'rsataymi sizlarga? Parkovka uchun alohida o'zimizning joyimiz ham bor. Bu joyi yana bir bor eslataman. Metro Hamza deyiladi. Chilonzor 5-kvartal 35-dom 49-kvartira. Bu uyimizni naqdga ham, ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsa, 103 ming dollar so'rovimiz, raqamlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, uyimizni ko'rib baraka qilsangiz bo'ladi.